Barchaga salom, sizlar bilan Zahir Masharipov. Bugun biz sizlar bilan 365 kun filmining 3-qismini ko'rib chiqamiz. Filmni to'liq Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Agar filmning qolgan 2 qismini ham qisqacha tahlilda ko'rib chiqishni xohlasangiz, ushbu Zahir Masharipov kanalidan topasiz. Yoki bo'lmasam, video ostida sizlar uchun 2 video manzilini qoldiraman. Hurmatli obunachilar, videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Agar ushbu video 1000 ta like yig'a olsa, keyingi video bundanda qiziqarliroq film haqida bo'ladi. Demak, film boshi yoqimli, sokin muzika bilan qabriston ichidan boshlanadi. U yerda biz qora kostyum shimlarda turishgan katta mafiyalarni ko'ramiz. Lauraning dugonalari Laurani juda ham sog'inishganini aytishadi. Keyin Massima hamda Nachoning otasi o'rtasida janjal kelib chiqadi. Bularning barchasi bizga Laura halok bo'lganini anglatardi. Lekin siz bilan biz juda yaxshi bilamizki, Laura oson o'ladigan personajlardan emas. Aynan mana shu sahnalar atayin tomoshabinlarda kinoning boshidayoq qanaqadir qiziqish uyg'otish uchun ishlangan desak adashmagan bo'lamiz. Biroz o'tib, qayg'uli sahnalardan keyin bilamizki, taxmin qilinganidek Laura emas, Massimaning akasi vafot etgan ekan. Va nihoyat mana intiqlik bilan kutilgan Laura. Ko'rishimiz mumkinki, Laura juda yaxshi ko'rinishda. Unda o'qdan keyin ozgina shiram qolgan xolos. Qo'shimchasiga u endilikda juda kayfiyatsiz bo'lib qolganini aytsak ham bo'ladi. Laura o'lishimga sal qoldi, ammo hayot menga ikkinchi bor yashash imkonini berdi deydi-yu, dugonalari bilan kayf-safo qilishni boshlaydi. Agar biz filmning ikkinchi qismida ko'pincha qimmatbaho kostyum shimlardagi kelishgan yigitlarni ko'rgan bo'lsak, ushbu 3-qismda ssenarist bizlarga jozibali Lauraning figurasidan lazzatlanish imkonini beradi. Bu degani filmning ko'p joylarida erkaklardan ko'ra Laura diqqat markazimizda ko'proq paydo bo'ladi. Laura dugonasi Olga bilan hech narsadan qaytishmasdi. Suhbatlashishar, qimmatbaho ichimliklardan ichib, tungi klublarda guruh-guruh bo'lib raqslarga tushishardi. Laura bu yoqda mazza qilib kayf-safo qilib yurar, u yoqda esa Massima ich-ichini yer edi. Uni bir qarashda yuzidan u qanchalik azoblanayotganini bilish mumkin edi. Uning azoblanayotganini sababi esa Laura bilan Nacho o'rtasida bo'lib o'tgan narsalar edi. Bu narsalar Massimani hech ham tinch qo'ymas edi. Qo'shimchasiga Laura avariyada bolasini yo'qotdi va bunda u Massimani va uni dushmanlarini ayblamoqda. Bularning barchasi Massimani battar asablantirardi va o'zini ushlab tura olmagan Massima Laura bilan urushib ketadi. Janjal paytida Massima jahl bilan qo'lidagi rumkasini yerga urib sindiradi. Mana shu paytda Laura yig'lab Nachoni eslaydi. Chunki esingizda bo'lsa, Nacho Laura qo'lidagi rumkasini sindirgan paytda uni darhol qo'lida ko'tarib chetga divanga olib borib, o'zi shisha siniqlarini yig'ishga ketardi. Laura biron joyini kesib olmasligi uchun albatta. Bu joyda esa Massima uni chetga ham olib o'tmadi, shisha siniqlarini ham yig'ishtirmay jimgina u yerdan survordi. Laura esa o'zicha meni sevmaydi, hurmat qilmaydi, qadrimga yetmaydi deb o'yladi. Bir so'z bilan aytganda, Massima u uchun juda ham yomon er bo'lib ko'rindi. O'sha kundan boshlab sevishganlar oilasi dars keta boshlaydi. Ular o'rtasida mutlaqo jinsiy yaqinlik to'xtab qoladi. Nazarimizda jinsiy yaqinlik oilani saqlab turgan yagona narsa edi. Mana u ham yo'qoldi. Mana nima uchun oilada birinchi navbatda jinsiy aloqa emas, sevgi bo'lishi kerak. Agar sevgiga emas, jinsiy yaqinlikka tayanib oila quriladigan bo'lsa, qachondir jinsiy aloqa bo'lmay qolsa, oila ham bo'lmay qoladi. Massima dush qabul qila turib o'zini o'zi qondirar. Laura esa tushlarida Nacho bilan har xil pozalarda jinsiy aloqada bo'lar edi. Gaplashib, oilani avvalgi holiga qaytarish o'rniga Laura o'z ishlariga sho'ng'ib ketadi. Massima esa klublarda har xil narsalar qabul qilib, ichkilikka berilib ketadi. Lekin Massima unga qanchalik qizlar o'zini otishmasin, ular bilan jinsiy yaqinlik qilmas edi. Bu ishi bilan u Lauraga vafodor ekanini, uni hali ham sevishini tasdiqlardi. Shunaqa tarzda oradan bir qancha vaqtlar o'tadi va Laurani bir haftaga Portugaliyadagi modalar ko'rgazmasiga taklif etishadi. Albatta, Laura bilan birga uning yonida dugonasi Olga ham ketadi. Nimaga deganda, Olga juda ham pozitivniy qiz, u bunday imkoniyatni qo'lidan chiqarmas edi. Xullas, ular Portugaliyaga kelishadi va bu yerda Laura kim bilan uchrashib qoladi deysiz? Taxmin qilingchi? Albatta, Nacho bilan.
Bilmadim qayerdan bilib qola qolganini Nacho Laura bu yerga kelishini, balkim kuzatib yurgandir, yana kim biladi deysiz. Xullas Nacho yana o'zidan jentlmenni yasab oladi, u Lauraga sevgi haqida bir nimalarni gapirar, uni hamisha sevib himoya qilishini aytardi. Qisqa qilib aytganda, Laura qulog'i bilan sevadigan yengiltak qiz bo'lib chiqdi. Massimadan farqli o'laroq Laura o'zini tiyib tura olmaydi va tushlaridagi pozalarda Nachoga o'zini berib qo'yadi. Bu qilgan ishi bilan u oilasiga va Massimaga hurmati, vafosi yo'qligini bildiradi. Dahshatli tundan keyin ertalab Nacho yana Lauraga sevgi haqida juda ham ta'sirli gaplar aytar. Bir-biriga ishonchli bo'lishlarini-mi? Xullas yigitlar qizlarni boshini qanday aylantirishadi? Nacho ham xuddi shunday qilib Laurani qalbini zabt etmoqchi bo'ladi. Lauraning harakatlari esa Nacho o'z ishini ustalik bilan bajarayotganini tasdiqlardi. Bundan keyin Laura Nachoga menga ozroq vaqt ber, o'ylab olishim uchun deb u yerdan ketadi. Laura to'g'ri mehmonxonaga borib o'z xonasiga kiradi. Xonada esa uni asabiylashib o'tirgan Massima kutib o'tirgan edi. Laura kirishi bilan Massima undan qayerda eding deb so'raydi. Laura esa ko'z ko'tara Massimani aldab, banketda edim deydi. Shunda Massima Lauraga baqira boshlaydi. Sen uyatsiz, aldoqchisan deb. Laura esa qo'rqoq birinchi qo'l ko'tarar qilib Massimani sen bilan ajrashaman deb qo'rqiza boshlaydi. Lauraning aytishi bo'yicha uni otishgan kun ularning sevgisi Laura bilan birga o'lgan emish va u hozirgacha oilasini saqlab qolish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qilgan ekan. U Massima faqat bir joylarda qamalib o'tirgan emish. Lekin siz bilan biz bilamizki, qanday Laura oilasini saqlab qolishga harakat qilganini. To'g'rimi? Bunday ham harakat qildi Laura. Mana bunday ham va yana mana bunday ham. Eng hayron qolarlisi bularning hech biri foyda bergani yo'q. Bu janjaldan keyin Laura ota-onasini ko'rgani boradi. Ularga bo'lib o'tgan barcha voqealarni aytib beradi. Shunda Lauraga oyisi juda ham antiqa maslahat beradi. Eri bilan gaplashib, yarashib olishini aytish o'rniga u Lauraga sen birinchi qadam tashlama, o'zi yalinib kechirim so'rasin deydi. Bundan bilib olsak bo'ladiki, mana nimaga Laura bunaqa egoistka. O'zimizda bir gap bor-u, olmani tagiga olma tushadi degan. Lekin Lauraning otasi juda ham yaxshi inson bo'lib chiqadi. U qizi bilan ancha aylanadi, suhbatlashib, unga to'g'ri maslahatlar beradi. Laura bilan otasi ko'ringan sahnalar bir paytning o'zida juda ham yoqimli va pozitivniy sahnalar edi. Filmning eng ta'sirli joylari desak ham bo'laveradi. Ozroq vaqt o'tib o'tmay, Massima Laura Nacho bilan unga xiyonat qilganini biladi va Laura ortga qaytishga majbur. Uni eri bilan jiddiy suhbat kutib turardi. Aeroportda Laura taksiga o'tirishi bilan qarasa, haydovchi kim bo'lib chiqadi deysiz? Dadam, buni qarangki, albatta yana Nacho. To'g'risi men hayronman. Qayerdan biladi bu yigit Laura qachon qayerga borishini va o'zi qanaqa professiya bu yigitda? Bir qarasa bog'bon bo'lib chiqadimi? Yana bir qarasang haydovchimi? Albatta bu boradagi fikrlaringizni kommentariyada kutaman. Sizlarning fikrlaringiz ham menga juda qiziq. Nacho yana manzilga yetguncha Lauraga sevgi haqida she'rlar, sal kam qo'shiqlar kuylardi. Uning gaplaridan Laura yana kayfiyati ko'tarilib, jilmaya boshlaydi va shunday ko'tarinki kayfiyatda Massima bilan jiddiy gaplashib olishga boradi. Va biz yana chiroyli lokatsiya, plyaj, okean va suv bo'yida turgan Massimani ko'ramiz. Bu yerga o'zining jozibali qadam tashlashlari bilan Laura keladi va mana ikkala film qahramonlari uchrashdi. Hozir ular yarashadi deb o'ylaymiz, lekin Massima tushunib yetgan shekilli uning xotini qulog'i bilan sevishini. Massima Lauraga bir gap aytadi. Agar nimanidir yaxshi ko'rsang, uni qo'yib yubor. Agar u senga qaytib kelsa, demak u sen bilan oxirigacha bo'ladi. Agar senga qaytmasa, u hech qachon seniki bo'lmagan deydi. Keyin esa yoqimli muzika ostida Massima Lauradan unga qaytadimi yo'q, shuni so'raydi. Laura esa shu muzika ostida Massimaga sirli qaragan holda turardi. Va oxir-oqibat biz Lauradan hech qanday javob eshitmaymiz. U kimni tanlaganini ham bilmaymiz. Va film shu suv bo'yida o'z nihoyasiga yetadi. Yaxshiyam ushbu qism oxirida Lauraga hech narsa bo'lmadi. Uni keyingi qismda tiriltirish uchun. Ammo Laura Massimaga biron bir javob aytmagani esa filmning 4-qismi chiqishidan dalolat deb o'ylayman. Albatta bu shaxsiy fikrim.
Sizlarning fikrlaringizni esa har doimgidek kommentariyda kutaman. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Filmni kommentariyadagi silka orqali Telegram kanalimizga kirib ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.